Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz bu videoda yangi platformamiz Medstone Kubank haqida gaplashib o'tamiz. O'rtoqlar, xabaringiz bor, kanalda Medstone 1000 loyihasi haqida xabar bergandik va bu loyihaning maqsadi mana shu o'quv yilida nasib bo'lsa 1000 ta o'quvchini yo'sinli topshirishlariga yordam berish edi. Va shu loyiha doirasida o'rtoqlar, mana shu sayt Medstone o'z sayti, ya'ni Medstone Kubank loyihasi, Medstone Kubank platformasi dunyoga keldi. Qarang o'rtoqlar, bu platformaning o'ziga xosligi nimada? Platformaning o'ziga xosligi o'zbekzabon talabalarga keyslarni ham ingliz tilida, ham o'zbek tilida ishlashlariga imkon berish va qo'shimchasiga o'quvchilarga shaxsiy planer vazifasini bajarish va shuningdek agar ko'rmoqchi bo'lsa video platforma vazifasini bajarish va shuningdek kutubxona vazifasini bajarish hamda o'quvchilarning statistikasini, demak har bir kunlik statistikani baholab o'quvchilarga, talabalarga ma'lumot berib borish demak vazifasini bajaradi. Keling o'rtoqlar, yaxshisi platformaning funksiyasini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Qanaqa funksiyalari bor ekan. Avval platformadan ro'yxatdan o'tib qo'yganman oldindan. Shuning uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bosmayman-da, Kubank login orqali saytga kiraman. Tak, saytga kirdim va sinov uchun o'rtoqlar Shamsiddinbek ismini tanlaganman ko'rsatish uchun. Demak, shu ism bilan, qaysi ism bilan kirmang, o'zingiz ismingiz bo'lgani ma'qul, o'zingizning emailingiz, o'zingizning telefon raqamingiz bo'lgani ma'qul, chunki biz sizga aynan shu email, telefon raqamlaringiz va ismingiz orqali murojaat qilamiz va shu orqali sizni topamiz. Chunki Kubankda o'rtoqlar har bir o'quvchini rezultati, demak sun'iy intellekt hamda jonli, demak texnik xodimlar tomonidan kuzatib boriladi va ular o'quvchilarga xabarlar jo'natib turishadi ba'zan. Shuning uchun o'zingizning ma'lumotlaringiz bo'lgani ma'qul. Bo'lmasam xabarimiz sizga yetib bormaydi. Xo'p, o'rtoqlar, demak platformaga kiramiz, ya'ni saytga kiramiz. Buning uchun hozir step 1 da turibmiz. Shuning uchun step 1 ni tanlaymiz. Vot. Step 1 ni bosdim. Boshlash tugmasini bosishim kerak endi. Vot. Va mana bunaqa demak oyna chiqadi. Qarang o'rtoqlar, keling shuni kattalashtirib ko'rsak. Qarang, buni mana shu funksiyani, mana yashil maydondagi ma'lumotlarning o'ziga xosligi o'rtoqlar. Qarang, eslatib o'taman, hech bir Kubankda, bu xorijiy davlatdagi Kubank bo'lmasin, hammaga mashhur Kubanklar bo'lmasin, hech birida bunaqa funksionallik yo'q. Ya'ni bu funksionallikning vazifasi o'quvchiga imtihonigacha qancha kun qolganini ko'rsatib, unga stimul berib turish va qo'shimchasiga kunlik vazifalarni ko'rsatish. Masalan, o'quvchi birinchi marta saytga kirgan paytda qachon imtihon topshirishni belgilab qo'yish kerak va o'quvchini shu imtihon sanasigacha necha kun qolganligini platforma ko'rsatdi va qo'shimchasiga o'sha kuni agar imtihon topshirsa, mana shuncha kundan keyin, shuncha vaqtdan keyin shu paytgacha har kuniga qancha keys ishlash kerakligini platforma hisoblab ko'rsatadi. Va o'quvchi agar shuncha keysni ishlab borsa, kuniga demak imtihongacha bemalol mana shu o'zi xohlagan sanasigacha imtihonga tayyor bo'ladi. Tushundingmi? Agar bu hamma sahifada chiqmaydi, mana bunaqa yopib qo'ysa bo'ladi. Ekranni xohlagan joyiga bossangiz yo'q bo'ladi. Agar Ctrl M ni bossangiz yana qaytadan paydo bo'ladi. Vot, shunaqa. Yana bossak yo'q bo'ldi. Хорошо. Vot. Bu yoqda o'rtoqlar hamma Kubanklarda bo'lgani kabi, demak test yaratish sahifasi, faqat farqi standart rejim va jang qilish rejimi bor va bu yoqdagi jang qilish rejimi yordamida siz study partneringiz bilan birgalikda bir xil savollarni, bir xil ketma-ketlikdagi savollarni ishlab borishingiz mumkin, birga shug'ullanib ketaverasizlar. Juda ham qulay funksionallik bu. Mana shu jang qilish funksionalligini o'zi uchun ham o'rtoqlar mana shu Kubankdan foydalansa arziydi. Xo'p, qolgani alohida o'ziga xosligi yo'q. Bu yoqda test yaratish, mavzular bo'yicha test yaratib ketilaveradi. Yaxshi. Xo'p. Jang qilish rejimida esa do'stingiz yaratgan testlarni sizga copy qilib tashlaydi-da, question ID-larini, savol ID-larini. Va siz mana bu maydonga Ctrl pass qilasiz, anaqa stavit qilasiz va test yaratasiz va do'stingiz bilan bir xil savol ochiladi sizda va birga ishlab ketaverasizlar. Xuddi chiqqan rezultatni esa battle qilasizlar, solishtirasizlar. Masalan, aytasizki, masalan, meni do'stim Oybek degan yigit bo'lsa, aytamanki, Oybek, qanaqa bo'ldi rezultat? Masalan, aytadi, menda 55%, men aytaman, Oybek, menda 70%. Voy, Oybek, qolib ketibsan ukam, shunaqa tipa hazil-huzul bilan diskas qilib ketiladi. Va bu yoqda tushuntirganmizki, bu o'quvchilarni o'zaro bilimini bir-biriga solishtirib, kimdir masalan balandroq, kimdir pastroq qo'yish uchun emas. O'rtoqlar, bu o'zaro birga shug'ullanib, jarayonni qiziqroq qilib, yaxshiroq va tezroq bilim olishlari uchun qo'shilgan funksionallik bu. Jang qilish rejimi. Yaxshi, davom etamiz. Demak, bu create test sahifasi edi. Test yaratish sahifasining ikkita rejimi.
Welcome test sahifasi boshdan boshlaymiz. Bu sahifada o'rtoqlar rezultatlar chiqadi, ya'ni sizni statistikangiz ko'rinadi. Masalan, savollarni necha foiz tugatganingiz, sizni o'rtacha demak ballaringiz qancha va qancha savolga to'g'ri javob bergansiz, ya'ni savollarni avval to'g'ri javob bergan savollaringiz to'g'ri bo'ldimi, avval noto'g'ri javob bergan savollaringiz keyin to'g'riga aylandimi, shunaqa. Ochgan testlaringiz soni va imtihon sanasi bu yoqda ham ko'rinib turadi va bugungi vazifalar. Va albatta har bir savolga javob bergan vaqtingiz bu yoqda statistika bo'lib ko'rinadi. Mana bu yerda siz o'rinni sizga o'rin ko'rsatadi. Masalan, hozir meni reytingim 17-o'rinda ekan. Bu vaqt bo'yicha, ya'ni har bir kes uchun sarflagan vaqtim bo'yicha bu anaqa grafi. Yaxshi, create test sahifasini ko'rdik. Bu yoqda test yaratish bu. Keyingisi previous test, ya'ni avvalgi testlar sahifasi. Bu sahifada avval yaratilgan testlarni, demak, qayta ochishim yoki u yoqdagi rezultatni ko'rishim yoki avval yaratilgan savolni testni qaytadan boshlashim yoki uni copy qilib question ID'larini ko'paytirib olishim mumkin. Va mana shu copy qilgan question ID'larimni do'stimga jo'natsam, do'stim o'sha savollarni copy qilib oldi va jang qilish rejimiga mana bu joyga kiritadi. Mamutga kiritdi va endi do'stim agar test yaratishni bossa, men bilan bir xil savollarni ochadi. Tushundingmi? Va ikkalamiz bir xil savollar bo'yicha diskussni boshlaymiz. Xo'p. Shunaqa. Masalan, do'stimni birinchi savoli question ID 11956 bo'lsa, bu birinchi savol-ku. Masalan, do'stim aytmaydi-da, anaqa, masalan, Shohruh siz 11956-savolni ko'rdingizmi demaydi. Prosta birinchi savolda mana bunaqa ekan deydi. Ikkinchi savolda mana bunaqa ekan deydi. Bir xil-ku bizda. Tartib bir xil bo'lgani uchun tushunib ketaveramiz. Mana bu question ID orqali bir-birimizga eslatishimiz shart bo'lmaydi. Yaxshi. Buni skeptikerlar juda ham yaxshi bilishadi. Bu qanaqa foydali funksionallik ekanligini. Yaxshi. Performance sahifasi o'rtoqlar. Bu yoqda natijalar ko'rinadi, qancha rezultat ko'rsatganim. Vot. Va bu yoqda maslahatlar beriladi. To есть rezultatlarim ko'rinib turibdi va shu rezultatga qarab harakat qilaman. Shunaqa. Hop. Mana bu yerda ham bitta qism bor, joriy davomiylik. O'rtoqlar, mana shu joriy davomiylikni ustiga bossangiz, mana bu joyni shu yerda chiqarib beradi. Bu qanaqa ishlaydigan tizim bu. Bu davomiylik tizimi. O'rtoqlar, platforma sizni har kuni dars qilishingizga stimul beradi. Va siz agar har kuniga, masalan, har kuni 20 tadan savol ishlasangiz, o'sha kuni sizni dars qildi deb hisoblaydi. Masalan, hozir menda bir kun joriy davomiylik bor. Demak, bir kun men 20 ta savol ishlaganman bugun. O'shaning uchun hozir bir kunda menda ochko bor. Bir kun bor menda. Agar 6 kun yana mana deylik, yana 6 kun, ya'ni umumiy hisobda 7 kun davomida har kuniga 20 tadan savol ishlasam, demak, meni 7 kun davomida ketma-ket dars qildi deb hisoblaydi platforma va menga 3 kun, demak, obuna qo'shib beradi. Obuna muddati qo'shib beradi 3 kun. Bu bonus. Hech qanaqa to'lov shart emas buning uchun. Prosta 7 kun o'quvchi yaxshi dars qilsa bo'ldi. Vot, endi agar mabodo o'quvchi 2 kun ketma-ket dars qilmasa, ya'ni 20 tadan savol ishlamasa, o'quvchining obuna muddati 1 kunga qisqaradi va qo'shimchasiga uni yig'gan mana bu yerdagi joriy davomiylik kunlari qirqib tashlanadi. Masalan, o'quvchi 5 kun davomida dars qildi-da, har kuniga 20 tadan savol ishladi va 6 va 7 kuni dars qilmadimi, 5 kuni nollashib ketadi va 1 kun obunasi qirqib tashlanadi. Bu jarima. Shunaqa. Shu stimul berish uchun dars qilishlariga. Yaxshi. Performance sahifasini gaplashdik. Endi o'rtoqlar, video leksiyalar. Video leksiyalar sahifasida o'rtoqlar, mana bundoq pastga tushsangiz, video leksiyalar chiqadi. Bu yoqda ro'yxatdan o'tish bor yoki kirish bor. Buni ro'yxatdan o'tib kirishingiz mumkin yoki ro'yxatdan o'tib kirishni xohlamayapsiz, prosta mehmon rejimida ko'rmoqchisiz. Shunchaki bosing. Mehmon rejimida saytga kirdingiz, hech qanaqa ro'yxatdan o'tish kerak emas bu rejim uchun. Mana bunaqa interfeys ochildi. Endi mana shu joyda siz nima qilasiz? Mana buni bosasiz va bu yoqda o'rtoqlar sinov uchun, siz ko'ra olishingiz uchun sinov uchun videolar qo'yilgan. Step 1 ni bosing bu yoqdan. Va video kategoriyasi ochildi. Endokrinologiyani ochib qo'yganmiz. Endokrinologiyani ustiga bitta bossangiz yoki videolarni ko'rishga bossangiz, mana bunga bossangiz, mana bunaqa, demak, hamma videolar ochildi va bu yoqda videolarni hammasi ko'rib turibsiz, qulflangan, faqat birinchisi ochiq. Endi agar birinchi videoga men borsam, mana bosdim, video yuklanyapti. Endi hozir video yuklansa ko'rasiz. Vot. Qalqon simon bez haqida gap ketgan bu yoqda. Vot, endi shu yerdan videoni ko'rib borasizda va videoni qarang. Bu video platforma alohida o'rtoqlar. Video platforma haqida endi ma'lumot beryapman. Shu yerda bitta to'xtatib sizga
aytaman o'rtoqlar, Qbankga kirgan login parolingiz video platforma uchun ishlamaydi. Ya'ni video platforma uchun alohida ro'yxatdan o'tish kerak. Qbankniki umuman aloqasi yo'q. Ikkalasi alohida tizim. Prosta kimdir ham Qbankni ham video platformani foydalanmoqchi bo'lsa deb Qbankni ichiga bu stransani qo'shib qo'yganmiz. Aslida bu alohida sayt. Video platforma alohida sayt. Shuning uchun alohida ro'yxatdan o'tasiz. Qayta-qayta aytdim, chunki bu muhim. Qarang o'rtoqlar, endi bu mana shu video platformani o'ziga xosligi nima? Masalan, o'quvchi video ko'rayotgan paytida mana bu burmalari to'liq ko'rsatilmaganda. O'sha video ko'rayotgan paytida qanaqadir savollari paydo bo'lib qolsa, nima qiladi? Savol berish, savol so'rash tugmasini bosadi va shu yerdan savolni bizga jo'natsa, bizga savol kelib tushadi va biz darrov o'quvchiga javob beramiz o'sha savol bo'yicha. Ya'ni videodagi savolga birdan javob olib ketadi. Kutib o'tirmaydi, ertaga indin qilibdi, shunaqa. Va o'quvchi videoni ko'rar ekan, videoni agar 90% ni tugatsa o'rtoqlar, e'tibor bering, hozir 85% va quiz tugmasi hali ochilmadi. Va videoni 90% ni tugatsa, hali ham 88% hali ham quiz tugmasi ochilmadi. Agar videoni 90% ni tugatganda endi quiz tugmasi ochildi. Va shu quiz tugmasida o'rtoqlar nima qiladi? Quizlarga javob berish kerak bo'ladi. Mana bu yerda savollar bor. Endi qarang, bu funksionallikning o'ziga xosligi nima? O'quvchi o'sha quiz tugmasida bosganda, mana bu videoda nimalar gapirilgan bo'lsa, videoda qaysi konsepsiyalar tushuntirilgan bo'lsa, faqat shu konsepsiyalar asosidagi savollar quiz qilib, ya'ni test qilib beriladi o'quvchiga. Va o'quvchi videoni agar yaxshi ko'rgan bo'lsa, mana bu yerdagi savollarga to'g'ri javob beradi. Men hozir sizga bitta primer qilib ko'rsataman. Tak. Men taxminan belgilayapman hozir. Hozir qarab turasiz, taxminan belgilayman. Yaxshi, 1 minut. To'g'ri noto'g'ri hali bilmayman, shunchaki taxminan belgiladim va 9%. O'rtoqlar, bu yomon natija-da. Yomon natija. Endi nima bo'ladi? 9% topdim, testni yopaman. Yopganimda o'rtoqlar, hozir keysni ko'rdimmi? Da, testlarni, quizni ko'rdim, lekin men o'rtoqlar yaxshi rezultat ola olmadim. Ya'ni agar mana shu quizdan rezultatim 80% dan yuqori bo'lganda, menga ikkinchi video ochilardi. Hozir endi o'rtoqlar, men chiqib ko'rsataman sizga. Ikkinchi videoni ustiga bossam qulf turibdi-da. Ochilmaydi u. Chunki birinchi o'quvchi birinchi videoni quizlariga 80% dan yuqori topsagina, to'g'ri javob bersagina ochiladi keyingisi. Bo'lmasa ochilmay turaveradi. Va men bu yerda platforma o'rtoqlar, men dashbordga boraman-da. Hozir ko'rilgan videolarda ham 0 ta turibdi. Akasiya men bitta videoni ko'rdim-ku. Nimaga bu yoqda ko'rilgan video 0 ta? Chunki men quizlarga vobshe past rezultat ko'rsatdim. Shuning uchun platforma meni mensimayapti-da. Birinchi videoni ko'rmadi deb hisoblayapti. To'g'ri-da, chunki savollarga javob bera olmasam, demak videoni o'zlashtira olmayapman, demak videoni ko'rmagan hisoblanaman-da. Bu to'g'ri. Videoni nima dedi? O'qish emas, o'qish kerak deydi-ku. Shuning uchun videodagi konseptni agar o'qigan bo'lsa, rostdan ham quizda baland 80% dan baland topardi va video ko'rilgan hisoblanardi va keyingi videolar ochilib ketaverardi. Shunaqa, agar ikkinchi videoda 80% dan ko'p topdi quizda, demak 3-chi video ochiladi. 3 ga 80% dan ko'p javob berdi, 3-chi videoni quiziga 4-chi video ochiladi. Shu tartibda davom etaveradi. Va o'rtoqlar, video platformani har birining o'ziga xosligi bor. Masalan, mening progressim, yutuqlar bo'limi, shunaqa reyting sahifasi bor bu yoqda ham. Mening savollarim bo'limi bor. Boya men savol berishni, men bu savolni jo'natdim va meni yozgan savolim keldi. Agar menga mentorlar javob berganda, javob berilgan bo'limida menga kelardi. Hali mentorlar javob bermadi, endi javob berishadi. Shuning uchun hali bo'sh bu joy. Shunaqa. Kutilmoqda, mentorlar javob berishi bu yoqda kutilmoqda. Shunaqa. Endi bu yoqda muammo yo'q nazarimda. Va men o'tmoqchimanki anaqaga. Qbankka endi qaytmoqchiman. Qbankka login qilaman. Qaytadan Qbankka login qildim. Qolgan sahifalarni tez-tez tushuntirib o'taman. Medical Library o'rtoqlar, bu kutubxona sahifasi. Kutubxona sahifasida o'rtoqlar, biz ataydan hech qanaqa reklama joylashtirmadik. Mana bunaqa step 1 degan o'zimizni reklamamizni qo'ysak bo'lardi, lekin shu yerda reklamani qo'ymaganmiz. Bu qanaqa ishlaydi? Qarang, o'quvchi dars qilayotgan paytida hech nima uni chalg'itmaslik kerak. Shuning uchun test ishlash sahifasiga ham hamda kutubxonaga ham biz reklamamizni qo'ymaganmiz. Buning uchun nima qilish kerak? Men buni polni ekranni bosish kerak va qarang, hech qaysi reklama ko'rinmaydi bizda.
o'quvchi chalg'imasdan darsni ko'radi va mana buni yopib qo'ymoqchi bo'lsa, bo'ldi, shu yerda o'qib ketaveradi ma'lumotlarni va rasmli joyini ochib, videoli joyini ochib, shu yerda konsepsiyani, mavzuni o'rganib ketaveradi. Masalan, adrenal gland anatomiyasi va fiziologiyasi mavzusini o'quvchi ko'rmoqda mana bunaqa qilib, вот, shunaqa. Agar menyudan boshqa mavzuga o'tmoqchi bo'lsa, demak, keyingi mavzuni tanlab ketaveradi-da. Boshqa temaga o'taveradi. Mana bu temaga masalan. Agar o'quvchi o'sha mavzuni, mana bu maqolani deylik, mana shu bo'limni o'qib bo'ldi deylik, shu qismni, shu mavzuni o'qilganda bosib qo'ysa bo'ldi, o'qilgan. Qolganlarini ham o'qilganda bosib qo'ysa, shunaqa qilib o'ziga reyting qilib ketaveradi, anaqa qilib ketaveradi, progressini ko'rib ketaveradi va demak keyingi temaga o'tib ketaveradi, keyingisini o'qiveradi. Shunaqa. Shriftni o'zgartirmoqchi bo'lsa mumkin. Bemalol kimdadir agar ko'ruv bilan muammo bo'lsa, zrina bilan muammo bo'lsa, yaxshi. Ko'zni og'ritmaydigan rejim mana bu. Oddiy qilsa mana bunaqa bo'lib qoladi. Shunaqa. Kimdir agar qora rejimda o'qimoqchi bo'lsa, tepadan mana buni qora rejimga o'tsa, mana bunaqa bo'ladi. Qoraytirilgan rejimda. Yaxshi. Davom etamiz. Keyingi sahifani tushuntiraman o'rtoqlar. Library'ni tushundingiz, kutubxonada alohida funksionallik demak yo'q, o'ziga xos bir super anaqa emas, foydali fishkalari bor. Sinab ko'rish kerak. Flash karta, o'rtoqlar, bu flash kartani bu yoqda flash kartalar, ya'ni anki flash kartalar bu yoqda paydo bo'ladi. Siz o'zingiz anki flash kartalar yaratasiz test ishlash paytida, testdan chiqib ketmagan holatda va shu yerga kelib tushadi. Notebook sahifasi test ishlash paytida siz konspektlar qilib ketasiz, zametkalar qilib va sun'iy intellekt test ishlash paytida sizga avtomatik holatda test konspekt yaratib beradi va o'sha konspektlaringiz mana bu joyda saqlanadi. Mana bu joyga kelib tushadi. Va shuni ustiga bitta bosib ko'rsak, mana bu yoqda sizning notlaringiz mana bunaqa mavzu bo'yicha yig'iladi. Va sistema bo'yicha yig'ildida, sistemani tarkibidagi mavzular alohida bo'lim bo'lib yig'iladi. Va shu sistemani tarkibidagi mavzular mundarijada ham ko'rinishi mumkin, agar siz buni kitob qilib chiqarib olmoqchi bo'lsangiz. Ko'rsataman. Mana shu qilgan zametkalaringizni, konspektlaringizni o'rtoqlar kitob qilib chiqara olasiz. Qog'oz variantda ham o'qib yurishingiz bo'ladi, PDF variantda ham. Mana eksport PDF qilib ko'rsataman. Mana bunaqa o'rtoqlar muqovali kitob sizga tayyor bo'ladi. Вот. Va uni mundarijasi mana pastdagi bo'limlar mana. Вот. Shu yerda o'rtoqlar, agar siz xohlasangizki, o'sha konspekt qaysi savolga ko'ra yaratilgan, mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Savolni question ID'si. Xohlasangiz mana shu question ID bo'yicha mana shu savolni qaytadan topib olishingiz mumkin, qaytadan test yaratib. Xo'p. Yaxshi, davom etamiz. Bu konspekt yaratish funksionallik. O'rtoqlar, men sizga aytaman, men o'zim nechta kubank ishlatgan bo'lsam, bunaqa funksionallik hech qaysi bir kubankda yo'q o'rtoqlar. Men aynan mana shu funksionallik uchun ham mana shu kubankni bemalol sotib olgan bo'lardim o'ylanmasdan. Nimaga? Chunki men o'zim dangasa odamman-da. Test ishlash paytida shunaqangi zo'r ma'lumotlar bo'ladi keyslarda. Va o'sha keysdagi ma'lumotni daftar qog'oz qilib yonimda yozib yurishim kerak-da. Agar men metroda yoki qayerdadir yurgan bo'lsam, bitta qo'limda telefon, bitta qo'limda daftar ruchka menga juda ham noqulay-da bu. Вот, o'shaning uchun o'sha noqulaylik bo'lganligi uchun men rosa xohlaganman, qani bir shunaqa funksionallik bo'lsa-ki, testdan chiqib ketmasdan turib, даже bitta tugmani bosish orqali anaqani keysni to'liq ma'lumotlarini konspekt qilib olsam, qo'lda yozishimga ham hojat bo'lmasa, bitta tugmani bossam, qaniydi shunaqa bo'lsa deganman-da. O'rtoqlar, mana o'sha funksionallik. Bundan foydalanish kerak faqat. Buni endi qadrini bilgan o'quvchilar rahmat aytishyapti. Anaqadan admin panelda tinmay rahmatlarni aytishyapti. O'rtoqlar, sinab ko'ringlar, maslahat beraman. Zo'r funksionallik. Bu anaqa tipa odamlar uchun yaratilgan deydi-ku. Odamlar uchun yaratilgan funksionallik bu o'rtoqlar. Insonlar foydalanib ko'ring, qayta-qayta aytdim. Zo'r funksiya bu. Yaxshi. Endi notebookni ko'rsatdim, o'rtoqlar. Rating sahifasiga o'tamiz keyingisi. Rating sahifasida ozgina kutib turasiz, hammani yuklab olish kerak. 45 ta foydalanuvchining reytingi ko'rinmoqda, chunki 45 ta foydalanuvchi test ishlab tugatgan. O'shalarning rezultatini ko'rsatmoqda. Hozir birinchi o'rinda Bekzod G'aratov ekan va biz bu foydalanuvchiga albatta promokod va bonuslar beramiz, obuna muddatini uzaytirib olish uchun. Shunaqa. Keyingi demak foydalanuvchi Husan Nasimov ekan, ularga ham demak va Muhammad, ularning ham rezultati baland ekan, ularga demak promokodlar beriladi, obuna muddatini uzaytirib olsin. Хорошо. Так. Yaxshi. Tanishuv qismida saytda nimalar borligi ko'rsatib o'tildi.
Buni ko'rib o'tishsa bo'ladi. Profil sahifasi keyingisi o'rtoqlar. Profil sahifasida sizni profilingiz bor va bu yoqdan xohlasangiz profil ma'lumotlaringizni o'zgartirib qo'yishingiz bo'ladi. Parolingizni o'zgartirishingiz mumkin, emailingiz, telefon raqamingizni o'zgartirishingiz mumkin. Vot, shunaqa. Va yana bitta muhim tomoni o'rtoqlar. Mana bu eng pastda profil sahifasida push notification degan qism bor, push bildirishnomalar. Mana shuni yoqib qo'ying. Mana bu holatda yoqib qo'yishingiz kerak. O'zi sizda o'chirilgan turadi. Buni yoqib qo'ysangiz, har kuni platforma sizga telefoningizga xabar jo'natadi. Anaqa telefonni tepasiga keladigan xabarlar bor-ku, o'shanaqa xabar jo'natadi. Va aytadiki, masalan, Shamsiddinbek, bugun dars qilmadingiz. Давайте keyin ishlab qo'ying. Vot, yokida sizda 3 kundan beri faollik bor, yana 4 kun faol bo'lsangiz, sizga 3 kun obuna beriladi deb shunaqa bildirishnoma sizga jo'natadi. Yoki siz 2 kundan beri faolligingiz pasayibdi, bugun dars qilmasangiz, sizdan obuna qirqib tashlaymiz deb turib xabar jo'natadi-da. Yoki promokodlarni biz o'sha bildirishnoma orqali sizga jo'natib beramiz. Promokodni kodini o'sha bildirishnomadan o'qib olasiz. Agar mabodo sizga promokod kelmayotgan bo'lsa, mana shu bildirishnomangiz o'chirilgan ekan o'rtoqlar. Shuning uchun uni yoqib qo'yish kerak. Хорошо. Endi keyingisi Reset Kubank. Buni bilasiz, bu Kubankdagi istoriyani tozalab tashlash va noldan Kubankni boshlash. Masalan, hozir mana bu yoqda welcome sahifasiga 7% turibdi rezultat. Agar men Reset Kubank qilsam, so'rayapti, Kubankdagi hamma ma'lumotlar o'chiriladi, qayta ishga tushiriladi. Mayli, roziman bunga, bosdim. Muvaffaqiyatli. Vot, endi sahifani bitta yangilasam, vot, hammasi 0 bo'ldi. Hamma mani istoriyam o'chirildi, tozalandi hammasi. Faqat imtihon topshirish sanam saqlanib qoladi. Chunki maqsadim o'zgarmaydi. O'sha maqsad hali ham o'sha maqsad. Yaxshi, o'rtoqlar, bu Kubank haqida edi. Endi umumiy funksionalligi haqida, endi test ishlash qanaqa o'zi tarjima qilinadi, shu haqida ko'rsatib o'taman. Testga yaratamiz, taxminiy birortasini belgilayman. Masalan, yurak qon tomir tizimi va anatomiyani belgilayman. Tak. Vot, mana bunaqa ochildi. Bu test ishlash sahifasi. Endi katta qilamiz buni. To'liq ekranda qilsak, mana bunaqa interfeys. Inglizcha hozir kimdir aytadi, "Voy, bu inglizcha-ku, men ishlay olmayman inglizchada." Vot, o'rtoqlar, bu oddiy default tizim bu. Ya'ni nima desam bo'ladi? O'zgartirsa bo'ladi bu. Ataydan biz o'quvchilar birinchi ingliz tilini o'rganishlariga ham stimul bo'lsin degan maqsadda inglizchada qo'yganmiz-da, lekin buni o'zgartirasiz bemalol. Ko'rsataman, misol uchun birorta keys mana olaylik, допустим-da. Agar o'zbekchaga o'girishni bossangiz, vot, mana o'zbekchaga o'girildi. Savol ham va variantlar ham. Va birorta variantni belgilaymiz. Vot, mana bunaqa chiqdi. Voy, xato qilib qo'yibman, shuning uchun ana bo'lmasam deb platforma ustimdan kulib tashyapti-da. Shunaqa. Motivatsiya uchun bu funksionallik ham qo'yilgan. Pastda mana rasmlar, videolar bilan ko'rinadi. Shuning uchun hammasi tarjimasi bilan, tushuntirish ham tarjima bilan ko'rsatilgan. Vot, shunaqa. Tepadagi interfeys, boya sizga aytdim, konspekt qilishni tushuntirdim-ku. Keling shuni ko'rsataman. Mana o'sha konspekt qilish funksionalligi. Bu yoqda agar nimadirlar deb yozsangiz, masalan, saqlash qilib qo'ysangiz, zametkangiz уже saqlandi. Xohlang rasm qo'ying o'rtoqlar bu yoqqa. Keling ko'rsataman. Masalan, men buni ko'paytirib olaman va bu yoq tarafga rasm qo'ymoqchiman. Rasm qo'ydim. Vot. Va tagidan yozib qo'yaman. Masalan, nimadirlar, qanaqadir ma'lumot o'rgandim explanation qismidan, mana bu yerdan. Shuni yozib qo'ydim. Saqlashni bosaman. Vot, endi sun'iy intellekt ham agar mana bunaqa yozishga meni vaqtim bo'lmasa, vaziyatim bo'lmasa, yo'lda, metroda bo'lsam, sun'iy intellekt tugmasini bosaman, AI summary bitta bossam o'rtoqlar, sun'iy intellekt tayyor konspekt qilib beradi. Menga mana shu keysni boshidan oxirigacha o'qib chiqib, shu keysdagi eng muhim ma'lumotlarni shu yerda yozib berdi. Va uni ham saqlash qilib qo'yaman. Xohlasam, uni ham biroz o'zgartiraman. Kerakli joyini o'zgartirib, masalan, qaysidir joyini masalan jирный qilib qo'yaman. Xohlasam, bu yoqqa rasm qo'shib qo'yishim mumkin va alohida yana buni ham saqlab qo'yaman. Mana rasmim yuklandi. Vot. Endi save qilaman. Vot, bo'ldi o'rtoqlar, saqlandi zametka. Shunaqa yopaman. Bu bitta funksionallik. Vot. Endi bu yoqda laborator tahlili, keysda agar bemor haqida qanaqadir laborator tahlil berilsa, bu yoqdan bemalol qidirishingiz mumkin. Masalan, albumin deb yozdingiz, juda ham aniq ishlaydi o'rtoqlar. Qo'lda qidirib o'tirish shart emas. O'zi tayyor chiqarib beradi buni. Yaxshi, laborator tahlili bilasiz. Hammasi ko'rsatilgan. Vot. Flash karta, boyaga aytganim flash kartani mana shu testning ichida yaratasiz. Boyaga menyudagi flash karta sahifasiga kelib tushadi flash kartalar. Yaxshi. Bu yoqda markyor bilan belgilash, markyor bilan matnni belgilashingiz mumkin. Bu qiyin emas. Kalkulyator. Vot, настройкада
yorqin rejimga o'tkazishingiz mumkin, tungi rejimga o'tkazishingiz mumkin yoki ko'z og'ritmaydigan mana bu rejimga o'tkazishingiz mumkin. Shriftni o'zgartirishingiz mumkin, savolli shriftini mana bunaqa. Yaxshi. Agar xohlasangiz o'zbekchasini o'qib bo'ldingizda va endi ingliz tilingizni rivojlantirmoqchisiz, mana bunaqa inglizchani bosib qo'ying, yana inglizchaga qaytadi. Masalan, mana bunaqa o'rganmoqchisiz. Chamber so'zini o'rganmoqchisiz masalan. Aytadiki, which of the following chambers is closest to the probe deb aytdi-da. O'zbekchada nima bo'lar ekan bu? Qarang. Quyidagi bo'shliqlardan qaysi biri zondga eng yaqin joylashgan? Demak, bo'shliqlar, kameralar bu chamber ekanda. Probe bu demak zond ekanda. Aha. Shunaqa qilib, o'rtoqlar medical Englishni ham rivojlantirib ketyapsiz. Shunaqa. Yaxshi. Xo'p, endi yana bitta o'rtoqlar, muhim funksiyasi, o'rtoqlar, bu narsa, bu mana bu pastdagi funksionallik bor-ku, izoh so'rash funksionalligi. Hozir izoh so'rash funksionalligi hech qaysi bitta Kubankda yo'q o'rtoqlar bu ham. Masalan, siz olaylikki, mana shu savol bo'yicha explanationni ham o'qib chiqdingiz, o'rganib chiqdingiz, lekin anaqada, nima baribir qiyin bo'lib qoldi-da konsepsiya. O'shanda nima qiling? Request explanation, ya'ni izoh so'rash tugmasini bitta bosing o'rtoqlar. Mana xabar bizga kelib tushdi o'zi. Telegramimizga hozir men ko'rsata olmayman, chunki aniq qilmagan. Telegramimizga bizni maxsus mentorlarning, ustozlarning guruhi bor. Shu ustozlarga xabar kelib tushdi. Question ID 8332 bo'yicha, mana bu kategoriya bo'yicha savol kelib tushdi. Biz endi mana shu kategoriya bo'yicha mana shu savolga tushuntirish videosini, izoh videosini tayyorlaymiz yoki Telegram konferensiya yoki Zoom konferensiya paytida birgalikda jonli tarzda muhokama qilamiz mana shu savolni. Xabaringiz bor, haftada 3 marta, demak, Medstone kanalida onlayn konferensiya bo'lmoqda. Hozircha hammaga ochiq, hammaga bepul bo'lmoqda, lekin bu o'zgarishi mumkin. Chunki bizda bitta muhim yangilik bor. Buni hali e'lon qilamiz kanalda. Shuning uchun o'rtoqlar, kanalga qo'shilib turing. Kanalda hali juda ko'p yangiliklar bo'ladi. Medstone Kubank o'shalarni bor yo'g'i bitta qismi. Bu birinchi qadam o'rtoqlar. Hali oldinda bir dunyo yangi, demak, platformalarimiz, yangi loyihalarimiz bor. Ularni bitta-bitta e'lon qilib boramiz. Хорошо. Endi o'rtoqlar, agar testni muzlatib qo'ymoqchi bo'lsangiz, suspend test qiling. Agar to'xtatmoqchi bo'lsangiz, end block qiling. Keling sizga yana zo'r narsani ko'rsataman. Testni agar end block qilsak, test tugallandi va o'rtoqlar, bu yerda meni rezultatimni ko'rsatyapti bu. Har bir test bo'yicha nechta to'g'ri, nechta noto'g'ri javob berdim. Bitta noto'g'ri javob berdim, demak 0% rezultat. Va mana bu yerda menga maslahat berdi. Aytadiki, eslatma. Siz uchun maxsus eslatma. Bu yerda qaysi fanni, qaysi tizimni, qaysi mavzuni o'qib qo'yishim kerakligi, o'sha yerda xatolarim borligini ko'rsatib o'tdi bu yerda. Shunaqa. Yaxshi. Bu o'rtoqlar qisqacha Medstone Kubank platformasini demak ta'rifi edi. Bitta ko'rib chiqing va bundan keyingi videolarda nasib bo'lsa, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish va shu kabi demak ma'lumotlar berib o'tiladi. Hammaga rahmat. Charchamanglar.